hamshiralar mushak orasiga inyeksiya qilayotgan paytda noto'g'ri qiladi. Keling, mushak orasiga to'g'ri inyeksiya qilishni o'rganamiz. Ko'pchilik dori moddasini mushak orasiga yuborayotganda dumbani, demak, o'zini to'rtga bo'lib oladi, ya'ni mana shu joydan mana shu joyga 4 qismga bo'ladi va mana shu kvadratdan qilishadi. Aslida bu qilish xato hisoblanadi, chunki bu yerda biz dori moddasini yuborganimizda muskul qavatiga emas, yog' qavatiga o'tib ketadi dori va natijada bu joyda infiltratlar paydo bo'lishi mumkin. To'g'ri inyeksiya joyini belgilash uchun biz avvalo dumg'aza uchburchagini topib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana dumg'aza uchburchagi. Biz dumg'aza uchburchagini topib olganimizdan keyin yuqori chizig'ini topib olamiz va shundan keyin dumbani 4 ga bo'lamiz. Dumbani 4 ga bo'lganimizdan keyin bizda mana shu yuqorgi kvadrat, mana shu yuqorgi kvadrat inyeksiya uchun to'g'ri maydon hisoblanadi. Xo'p, buni keling skelet misolida ko'ramiz. Demak, mana bu dumg'aza suyagi. Dumg'aza suyagini uchun topib olamiz va mana shu joydan chiziq o'tkazganimizda bizni inyeksiya qiladigan maydonimiz mana shu joy bo'lishi kerak. Ko'pchilik inyeksiya qilayotgan paytda bu joyga emas, mana bu joyga inyeksiya qiladi. Lekin aslida to'g'ri joy mana shu maydon hisoblanadi. Mushak orasiga inyeksiya qilayotgan paytda inyeksiyamizni 90 gradus burchak ostida amalga oshiramiz va dori moddasini jo'natamiz. Demak, bu muskul qavatiga va bemorni ozg'in semizlikka bog'liq. Demak, ozg'in odamlarda esa 45 gradus yoki 60 gradus burchak ostida amalga oshiriladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosamiz va hamshira tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz.